Assalomu alaykum. Xudo xolasa navbatdagi 7 sotiklik at yo'limiz bitib qoldi. Xudo xolasa mana eshiklarini qo'yamiz, havo tunnellarini qo'yamiz. Tayyor bo'ladi. Xudo xolasa hozir uni suv quyib, davleniya berib tekshiramiz. Shundan keyin eshiklarni qo'yib tayyorlab bitiramiz. Mana kat yo'limiz aqlli kat yo'l, ko'mirga, gazga moslashgan. Razmeri bo'yi 1.60, uzunligi 1.16, eniga 70 cm. Mana bu ombori 140 kilo, 150 kilogacha joyi bor. Xudo xolasa mana turbalari. Bu yerda turbasini ko'pligi sababi birinchi alanga shuni qizdirib, shunday suv tezroq chiqaveradi. Shuni hisobidan ko'p turba qo'yilgan. Pollari suvli bo'ladi. Eshiklari suvli bo'ladi. Mana bu tepa tomondan ko'rinishi. Bu tomonlari mana xotka tomoni. Bu yoqda profil tomonda. Bu yoqda alanga yuradi ichida, turcha ichida atrofida suv bo'ladi.